bugun oqshomda. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan yana bir fayzli oqshomda diydorlashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Demak, bugun oqshomda dasturi Jizzax viloyat tele radio kanalida kamera boshlovchi Sherali Ibragimov jonli efirda tomosha qilyapsiz. Biz har kuni e'lon berib boryapmiz. Aynan har chorshanba, har shanba kunlari siz 20:00 dan 21:00 ga qadar oqshomda dasturini tomosha qilishingiz mumkin. Bu dasturning eng fayzli tomoni mana shundaki, turli ijodkorlar, har sohadan ijodkorlar studiyamizga taklif etiladi. Ular bilan samimiy suhbatlar bo'ladi, qiziqarli shartlar bo'ladi va qalbidagi bor ezgu niyatlarni eshitishga harakat qilamiz. Bugun ham aynan mana shu studiyamizda jonli efir orqali biz ana shunday san'atni eng nozik nuqtalaridan bittasi bo'lgan raqs bo'yicha suhbatlashamiz. Nimaga degan savol tug'iladi? Chunki bugun 29-aprel sanasi xalqaro butun dunyoda raqs kuni hisoblanadi. Shuning uchun biz ham bugun aynan raqsga bog'ladik. Jizzax viloyatimizda ham ana shunday raqs to'garaklari borki, bugungi kunda o'g'il bolalar raqsi, qizlar raqsi bo'yicha juda ham yaxshi natijalarga erishib kelyapti. Buni qanday bilyapmiz? Respublikamizda o'tkazilayotgan turli ko'rik-tanlovlarda ishtirok etishyapti. Nafaqat balki chet davlatlarga ham borib, o'zbek milliy raqslarini taqdim etib, hamma odamlarni, insonlarni qoyil qoldirib kelyapti. Ana shunday iqtidor egalari, nozik shaydo egalari, san'at egalari bugun mana shu studiyamizga tashrif buyurgan. Ularni sekin-astalik bilan studiyamizga taklif etamiz. Ixtisoslashtirilgan san'at maktabi xalq raqsi yo'nalishi o'qituvchisi, demak, Yangilish Qurbonova bugungi studiyamizning birinchi mehmoni. Assalomu alaykum, keling marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Yangilish opa. Tomoshabinlarni salomat bo'ling. Marhamat, joyingizga egallab o'tirib olasiz. Salomat bo'ling. Demak, aziz yurtdoshlar, davom etamiz. Aynan mana shu san'at maktabi yana bir raqs yo'nalishi bo'yicha ustozi bo'lgan, qolaversa Jizzax shahrimizdagi ikkinchi bolalar musiqa va san'at maktabi raqs yo'nalishi o'qituvchisi Umidaxon Ne'matova bugun studiyamizning mehmoni. Keling marhamat. Jizzaximiz raqsga katta hissa qo'shayotganlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Marhamat. Demak, davom etamiz. Jizzax shahri ixtisoslashtirilgan san'at maktabi xalq raqsi yo'nalishi bo'yicha keyingi ishtirokchimiz Dilnozaxon Normurodova bo'ladilar. Dilnozaxon, keling marhamat. Ular meni kursdoshlarim bo'ladi. Assalomu Keling, alaykum. assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Marhamat Dilnozaxon. Xushvaqt bo'ling. Davom etamiz azizlar. Aynan mana shu san'at maktabi yana bir raqs yo'nalishi bo'yicha o'qituvchisi bo'lgan Gulbahor Eshmanova. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Juda ham yaxshi xursandman. Salomat bo'ling. Marhamat. Joylashib o'tirib olasiz. Va so'nggi ishtirokchimiz bugungi oqshomda dasturimizning mehmoni san'at maktabi xalq raqsi yo'nalishi yana bir ustozi Mahruzaxon Puxarova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Keling marhamat. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Juda ham ajoyib ijodkorlar bular. Ko'z tegmasin. Marhamat, o'tirib olasiz va mikrofonni olib olasizlar qo'llaringga. Assalomu alaykum, yana bir bor xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanot. Sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Nima uchun xalqaro raqs yo'nalishi, hurmatli yurtdoshlar, hali buni alohida men to'xtalib o'taman va buni sabablarini keltirib o'tishga harakat qilamiz. Demak, oqshomda dasturi chorshanba soni boshlandi va barcha ishtirokchilarimizga xush kelibsiz deymiz. Ular bilan bugun samimiy suhbat quramiz. Darvoqe uzoqqa ketib qolmang. Hali bularning shogirdlari shunaqangi chiroyli raqslarni, turli raqslarni tayyorlab kelishganki, mana shu 1 soat davomida siz teletomoshabinlarni zeriktirib qo'ymaslikka harakat qilamiz. Turli yo'nalishdagi raqslar bugun Jizzaximizning go'zal raqslari siz tomon taqdim etiladi. Demak, ayni paytda soat millari 20:04 jonli efiri boshlandi. Anons sifatida aytib qo'ymoqchiman. Bizga SMS yo'llashingiz mumkin. Kechki salomlarni yaqinlarga yo'llamoqchi bo'lsangiz, ekraningizda ko'rinib turgan Salom Jizzax bot Telegram manziliga bemalol salomlarni yo'llang va albatta uni dastur davomida o'qiymiz, chiroyli tarzda yetkazamiz. Balkim siz taniydigan ustozlardir, balki dugonangiz, balki opangiz, qo'shningiz, qarindoshingiz, qadrdoningiz bo'lishi mumkin va undan tashqari o'zingizning yaqiningizga ham mana shunday salomlarni yo'llashingiz mumkin. Xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasanot deymiz va dasturimizni boshlaymiz. Bu har dasturda Dilnozaxon bu yerda mavzu qo'yiladi. Mavzu o'sha sohaga oid bo'ladi.
Bilamiz, raqs bu eng nozik san'at turi hisoblanadi. Oson emas, buni sahnalashtirish oson emas, buni rivojlantirish oson emas, ko'rsatish oson emas. Biz tushunmasmiz raqsda qanaqa harakat qilayotganligini, Gulbahor. Lekin buni xato, kamchiliklarni, harakatlarni tushunadigan, raqsda gapirib beradigan inson bu sizlar mutaxassislar. Xo'sh, bugungi mavzu raqs bu ruhning yashirin tilidir degan mavzuda suhbatlashamiz. Qanday tushunasizlar buni? Haqiqatda ruhning yashirin tilidir degani buni qalbdan ko'rsatib bera olish kerak, to'g'rimi? Chunki so'z ketmaydi bu yerda. Raqsda harakatlar bilan, ishoralar bilan ko'rsatib beriladi. Bunga qanday qaraysizlar, Yanglish opa? Marhamat, sizlardan eshitamiz dastlab. Bu raqs haqiqatan ham sirli bir mo'jiza desak ham bo'ladi, bir go'zal mo'jiza, bu tabiatni bir ehsoni desak ham bo'ladi. Bunda raqsni ijro qilishda haqiqatan ham sirli harakatlar bo'ladi. O'sha qanday musiqaga harakatlari yoki o'sha so'zlarga, qo'shiqni so'zlariga qarab o'z ichidan o'sha harakatlar kelib chiqadi. Harakatlar qo'yilgan bo'ladi yoki ustozlar tomonidan o'shalarni o'sha ijrochi o'zini harakatlari bilan namoyish qilib beradi. Qalbidagi go'zal, masalan, tuyg'ularini, vatanga bo'lgan muhabbati yoki sevgilisiga bo'lgan muhabbatlarini o'sha harakatlar bilan namoyish qiladi. O'sha ichidagi sirlarni, insonni sirlarini ochib beradi-da shu raqs orqali. Shu o'rinda ustozni so'zlarini to'ldirib ketsam, bilasiz, lazgi haqida, lazgi kuy haqida gapirilganda jonga tanaga kir deyishibdi. Jon tanani ichiga qarab qorong'u debdi. Va shunday kuy chalinibdiki, haligi jon shunday kuyga mast bo'lib, tanani ichiga kirib, qo'llar, oyoqlar, butun qalb uyg'onibdi deb ta'rif beriladi. O'zi lazgi o'zi birinchi adashmasam bu kuy bo'lgan faqat. Lazgi kuy bo'lgan. Undan keyin adashmasam shu Xorazm bulbullari hisoblangan o'sha san'at darg'alari Komiljon Otaniyozov bunga so'z bastalagan ekanda. O'shandan o'sha oddiy mana lazgiga men bilmasdim shuni, mana siz aytib beryapsiz. Raqs shu darajada nozikki, chunki hamma ham raqsga tushaverishi mumkin. Lekin uni chin dildan ijro etish bu hammaga ham emas-da. Men bitta savol o'qib qoldim, Gulbahor. Masalan, raqs shunaqa narsaki, raqsga tushib yurgan inson, mana raqqosa deyiladi. Raqsga tushib yurgan insonga shunday savol berganda, raqs siz uchun oddiy narsami yoki siz uni kuniga bir konsertdek qabul qilasizmi deganda, mashqdek qabul qilasizmi deganda. Shuning uchun buni his qilgan insongina ko'rsatib beradi, o'sha ruhni ichidan chiqarib bera olsa kerak. Raqsni tagida qancha mashaqqat borligini faqat ustozlar biladi. Juda ham yaxshi. Raqs shuning uchun ham nozik. Siz nima deysiz bunga? Fikrim qo'shimcha qilib aytaman ustozlarimizga. Bizda raqsimizda hattoki shu ustozimiz Mukarrama Turg'unboyeva raqslarimizda, merosiy raqslarimiz bor, munojat, tanovar. Aynan mana shu raqslarimizda munojatda misol qilib oladigan bo'lsak, yoridan ayrilgan ayol yoridan ayrilganligi uchun o'shani raqs bilan juda ham kuchli va mukammal qilib ifodalab ijro etilgan raqsda o'sha munojat raqsimiz. Va tanovar ham shunday, yorini izlab, intilish, yorini ayni mana shu raqslarimizda o'sha ruhan, qalban so'zsiz raqs orqali ifodalab berilgan. Albatta to'g'ri aytdingiz, raqsni sevgan inson har kuni ertalab yoki kunni istagan paytida o'zi uchun bitta raqsga tushib oladi, kayfiyatini ko'tarish uchun. Uni albatta raqsni his qilgan inson. Mana sizlar o'qituvchilarda o'sha narsani, o'sha his-hayajonni, o'sha jarayonni raqsni xohlamagan insondan chiqarib olishlaringiz menimcha qiyin bo'lsa kerak. Endi masalan o'quvchilarda. Chunki deylik biz bilamizki, masalan ota-onalarni o'zlarini qiziqishi bilan olib keladi-da ko'pchiligi. Uni farzandi xohlaydimi, xohlamaydimi, olib kelishadi. Xohlamagan insondan majburlab ham o'sha ohangni chiqara olmaydi. To'g'rimi? Sizda masalan Umida qanaqa bo'lgan masalan? Shunaqa qiyin jarayonlar bo'lganmi? Albatta, ko'p uchraydi unaqa holatlar. Ota-onalar xohlagani bilan agar bolani ichki dunyosi, ichki tuyg'ulari raqsga qiziqishi bo'lmasa, u juda qiyin. O'zini ichki tuyg'ulari uyg'ota bilishimiz kerak. Birinchi o'rinda bizga mas'uliyat tushadi. Bolani qiziqtirib,
o'shanga mas'uliyatini sezdirib, qiziqishlarini oshirib ishlaymiz, ko'proq mehnat talab qiladi. Salomat bo'linglar. Qiyin. Bitta narsani aytib qo'ymoqchiman hurmatli tomoshabinlarimizga. Bu o'tirganlar, masalan, Gulbahor, Dilnoza, Umida, bular kursdoshim bo'ladi. Endi men san'atni xalq cholg'u yo'nalishida bo'lganman, o'sha parallel kursdosh, ya'ni raqs yo'nalishida bular tahsil olishganda, o'sha biz o'qigan paytlarda Botir Zokirov nomidagi Jizzax davlat san'at bilim yurti edi. O'sha paytlarda tahsil olishgan men o'ylardim, raqs to'garaklari shu darajada jarayonlar chiroyli bo'lardiki, mana o'zlari ustoz bo'lib, bugungi kunda yoshlarimizga ajoyib raqslar taqdim etib kelyapsizlar. Ko'z tegmasin. Yuqorida siz Mukarrama Turg'unboyevani, ustoz raqqosani tilga oldingiz. Shunday kecha ma'lumot o'qib qoldim. Mukarrama Turg'unboyeva raqsda shu darajada, masalan, butun davlatlarga borib o'zbek raqsini taqdim etgan, o'sha davrlarda, o'sha qiyin zamon paytlarida bo'lgan ekanda, hattoki unga hali O'zbekistonda hech bir san'atda harbiylar tomonidan hech kim bermagan bir mukofot deymizmi, qaysidir ma'noda bir nimaga ruxsat berilgan ekan. Bu sirligicha qoldi. Men ayta olmayman. Xo'sh, biz esa Mukarrama Turg'unboyeva deganda o'sha Komiljon Otaniyozovlar torda ijro etgan rohat kuyini juda ham yaxshi bilamiz. Bormi shu kuy? Tayyormi shunaqa? Albatta. Aha. Biz qizimiz bilan tayyorlab kelganmiz rohat kuyiga raqs. Rohat o'zi qanaqa asar o'zi bunday olib qaraganda? Chunki ikki xil usulda ijro etiladigan asalda bu. Tezi ham bor va sekin ham boshlanadi. Sho'xroq. Aha. Tez rohat usulli. kuyi o'zini nomi uchun javob beradigan kuy. Nima uchun rohat? Eshitganingizda birinchi sokin suv oqqandek kuy boshlanadi-da, keyin birdaniga sho'xiga o'tib ketadi. Suv qanday oqadi? Birinchi jilvalanib oqadi, toshlarga urilgandan keyin u qanday jo'shqinlanadi. Xuddi o'shanday. Demak, hozir o'sha raqsda shuni ko'rsatib berishga harakat qiladi. Juda ham yaxshi. Demak, siz shogirdingizmi? Ha, bizning o'quvchimiz Parday va Alsu ijro etib beradi. Parday va Alsu. Parday va Juda ham yaxshi. Ikkinson bolalar musiqa va san'at maktabi raqs. o'quvchisi, to'g'rimi? Marhamat. Demak, qizimizni sekin-astalik bilan taklif etamiz. Aynan rohat raqsini birgalikda tomosha qilamiz. Bu raqs yuqorida aytib o'tganimizdek, Mukarrama Turg'unboyeva merosiy raqslardan biri hisoblanadi. Marhamat.
Rahmat, salomat bo'ling. Qizimizga katta rahmat deymiz. Aynan mana shu raqsni butun dunyoga dovrug'i tarqagan Mukarrama Turg'unboyeva sahnalashtirgan va merosiy raqslardan bittasi. Men yuqorida aytib o'tgandim, nima uchun bugun aynan raqsga bog'ladik. Sababi mana qisqagina ma'lumot keltirib o'taman. Bugun 29-aprel Xalqaro raqs kuni. Nima uchun? 1982-yil Xalqaro raqs kengash tomonidan mashhur fransuz raqqosi Jon Jorj Nover tavallud kuni munosabati bilan ushbu sana yil taqvimiga Xalqaro raqs kuni sifatida muhrlangan. Ushbu muhim sana munosabati bilan har yili dunyoning ko'plab mamlakatlarida raqs jozibadorligini tarannum etuvchi turli tadbir, konsert va festivallar tashkil etilar ekan. Shuning uchun ham biz aynan bugun oqshomda dasturimizni raqsga bog'ladik va yuqorida aytib o'tdik, biz ko'plab mana ko'rik tanlovlarda bo'lyapti, xalqaro tanlovlar bo'lyapti, respublika tanlovlari bo'lyapti va raqs to'garaklari ham taqdim etilyapti. Bu borada mana chet davlatlarda bo'lyapti, o'zbek san'atini targ'ib qilish maqsadida. Xo'sh, sizlarda qanday? O'quvchilarni san'at maktablarida, ixtisoslangan san'at maktabida kimdan eshitamiz? Marhamat. O'zi aslida mana Jan-Jorj Naver dedingiz, nima uchun unga bag'ishladi? Chunki Naver birinchi bo'lib raqs san'atida maskalarni yechgan. O'zi aslida raqs klassik bal raqslari o'sha ijro etilganda raqsni Naver maska taqib, avvallari maska taqib raqsga tushgan. Birinchi bo'lib Naver raqsda maskalarni olib tashlagan yuzlarda и ularda uzun kiyimlarni qisqartirishga taklif qulay bo'lish uchun bo'ladi. Qulay bo'lish uchun birinchi bo'lib o'sha Jan-Jorj Naver o'zini ideyalari, ya'ni o'zini taassurotlaridan kelib chiqib raqsni olib kirganligi uchun ham aynan uni tug'ilgan kuniga nishonlab o'tkaziladi bu bayram. Keyin festivallarga to'xtaladigan bo'lsak, mana bugun aynan 29-aprel raqs kuni bo'lganligi uchun ham bizda O'zbekistonda ham Lazgi xalqaro raqs festivali hozirgi paytda Xorazmda, Xiva shahrida juda ham katta masshtabda o'tkazilib kelmoqda. Bunda butun dunyodan juda ham ko'p davlatlardan raqqosalar tashrif buyurgan. Bizning vatanimizni sha'nini ham juda ham ko'plab raqqosalar hozirda himoya qilmoqda. Ularga omad tilaymiz. Bizning Jizzax ixtisoslashtirilgan san'at maktabimiz o'zi aslida raqs kafedrasi bor. U yoqda biz o'quvchilarni raqsga bo'lgan mehrini oshirish uchun yaxshi ta'lim berishga harakat qilamiz. Biz hozirgi kunda 9-sinfni bitirgan 10-11-sinf o'quvchi qizlarimizni, yigitlarimizni tarbiyalamoqdamiz va ularni raqs san'atiga bo'lgan muhabbatini va kelajakda raqs san'atiga rivoj qo'shish uchun, katta sahnalarda ijro etishi, mahoratini oshirish uchun tinib tinchimasdan dars berishga harakat mehnat qilyapmiz hamda ko'plab yurtimizda hozirgi kunda juda ham ko'plab tanlovlar ko'payib ketdi. Avvallari raqs tanlovlari juda ham kam bo'lardi. Respublika tomonidan bitta yoki 2 marta o'tkazilardi-da. Hozirgi kunda juda ham respublika tomonidan hamda xususiy tanlovlar ham ko'payib ketdi. Bizning o'quvchilarimiz hammasi o'sha respublika xalqaro tanlovlarda qatnashib, juda ham ko'plab o'rinlar, yutuqlarga erishib kelmoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz. O'zi masalan boshqa viloyatlarga qaraganda-da, bizning Jizzax viloyatimizda raqs san'ati bo'yicha, yo'nalishi bo'yicha qanchalar o'rni katta deb o'ylaysizlar yoki pog'onasi qanchalar yuqori? Baribir endi nimaga ko'rik tanlovlarga borganda solishtirasizlar-ku? Shunday. To'g'rimi? Xo'sh, bizda imkoniyat qanaqa? Raqs maktabimizda raqs yo'nalishi ochilganda ilk yillaridanoq spektakllarga raqs sahnalashtirib Toshkent baletmesterlari darajasida bo'lmasa-da raqslar ishlab biz juda yaxshi e'tirofga sazovor bo'ldik. 2 yil davomida butun bizni Jizzaximizga bizni kelib ko'rgan hamma ustozlar birinchi o'rinda Toshkent tursa, ikkinchi o'rinda Farg'ona tursa, uchinchi o'ringa Jizzaxni raqs san'ati chiqib qopti o'zi deb e'tirof etib ketishgandi. Nima ko'rik tanlov bo'lishidan qat'iy nazar xalqaro bo'ladimi? O'zimizning respublika festivallari yoki tanlovlari bo'ladimi? Sharq gavhari masalan yoki yangi talantlar hammasida bizning o'quvchilarimiz birinchi oliy o'rinlargacha erishib kelishmoqda. Toshkent mayli, poytaxt. Endi u yerda masalan o'sha turli yo'nalishlarda raqs bo'yicha birinchi o'rinda bo'lishi mumkin. Farg'ona nima uchun ikkinchi o'rinda?
bilasizmi? balki o'zi qaysidir yo'nalishi bo'yicha balkim ustundir. O'zbekistonga raqs kirib kelganda raqsni vatani Farg'ona deb hisoblanadi aslida. Chunki Mukarrama Turg'unboyeva ham, Tamara xonim ham, usta Olim Komilov, Yusufjon qiziq Shakarjonovlar ham hammalari Farg'ona, Marg'ilondan bo'lishgan. Juda ham yaxshi. Demak, bilyapmizki, o'shalarda orasida ham bizning Jizzaximizning o'rni juda ham yaxshi. Endi bolalarni, qizlarni, yigitlarni iqtidori endi baribir o'ziga yarasha. Saralab olsalaringiz kerak, to'g'rimi? Yanglish opa, nimasiga e'tibor berasizlar dastlab? O'zi qanday boshlanadi? Raqsga keldingiz, ota-ona olib keldi, mana shu qizimni yo o'g'limni raqsga o'rgatmoqchiman. Uni sinovdan o'tkazish Birinchi o'rinda raqsga keladigan o'quvchini birinchi o'rinda musiqiy tinglash, ohangni anglay olish anaqasi qilinadi, eshitiladi. Keyin harakatlarni, qani musiqaga tusha oladimi? Bir takt kechikib tushyaptimi yoki vaqtida tushadimi? O'shalari keyin asosan bolani plastikasiga e'tibor qilinadi. Qo'llarini nozikligi, egiluvchanligi, gavdalari kelajakda sal semirib ketib qolmaydimi? Onalarga ham qarab qo'ysangiz kerak. Albatta, onalar. Agar ona gavdaliroq bo'lsa, demak bu ham shunday. Yosh bolada bilinmasligi mumkin. Agar bu bizning o'quvchilarimiz juda ko'plari mana hozirda davom etishyapti. Juda ko'plari yonimizga kelib mana dars ham berishyapti. O'sha o'quvchilarimiz kelajakda o'qigan davrida ansambllarda ishlab qolishi mumkin. O'sha vaqtda qomat qanaqa bo'ladi? Jizzax viloyatiga voy bu qiz semiz ekan degan gap bo'lib qolmaydimi deb hammasiga urg'u beriladi. Juda ham yaxshi. Salomat bo'ling. Xo'p, bizda mana ixtisoslashtirilgan san'at maktabida yo bo'lmasa ikkinchi son bolalar musiqa san'at maktabida ko'proq qaysi raqsga e'tibor qaratilyapti? Bizda hamma yo'nalish bo'yicha, chunki bizda 3 ta maktab bor-ku, raqs bo'yicha 3 ta maktab bor. O'sha Farg'ona, Toshkent raqs maktabi, Xorazm raqs maktabi, Buxoro raqs maktablari bor. O'sha yo'nalishlar bo'yicha, hamma yo'nalishlar bo'yicha maktablarda, o'sha ixtisoslashtirilgan maktablarda dars o'tib boriladi alohida. Alohida har bitta fan o'tiladi. Biz klassik raqsga ham urg'u beramiz. Biz klassik raqs alohida. Biz zamonaviy raqslarga ham urg'u beramiz. O'zi jamoaviy raqsni o'rgatish osonmi yoki yakkami? Ikkalasi ham. Mehnat bir xil talab qilinadi. Mehnat bir xil talab qilinadi, marhamat. Ikkalasi ham murakkabligi bor. Mahoratga bog'liq. Albatta, masalan, biza shu sohani egalari bo'lsak, men masalan o'zim qiynalmayman. Yakka raqsda ham o'ziga yarasha mehnat talab qilinadi, ommaviy raqsda ham. Juda ham yaxshi. Demak, yana bitta raqs tomosha qilsak maylimi? Qanaqa raqs tayyorlab kelishgan endi shogirdlaringiz hozir? Hozir qardosh millat raqslaridan xincha raqs tayyorlab kelganmiz. Ixtisoslashtirilgan san'at maktabidan. O'quvchining ismlari nima? Gulsevar Ergasheva, Gulsevar Ergashevadan demak xincha raqs tomosha qilamiz. Tayyor bo'lib kelganlar, marhamat, birgalikda ko'ramiz.
rahmat, salomat bo'linglar. Ajoyib. Juda ham ajoyib. O'zi raqslarga kelaylik. Biz o'zimizni o'zbek raqslarda turlari qanaqa bo'ladi? Nomlanishi qanaqa bo'ladi? Masalan, milliy raqs, zamonaviy raqs, mumtoz raqslar bo'ladi. Xo'sh, aslida o'zi masalan Mukarrama Turg'unboyeva, Tamara xonimlarni raqsidan oldin ham bo'lganmi? Undan keyingi pog'onalari ustozlari kimlar? Undan oldin birinchi ustozimiz shu usta Olim Komilov bo'lganlar. Raqsda doirachilik bo'lib asoschilaridan usta Olim Komilov, Mukarrama Turg'unboyeva, Ana shular bo'lgan. Tamara xonim uchalalari birinchi ustozlarimiz. Qunduz Mirkarimova, Davomchilari Qunduz Mirkarimova. Ular davomchilari bo'lishgan. Dilnoza, sizlar o'qib yurgan paytda, talabalik paytlaringizda ustozlaringiz kimlar edi? Bizani ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ra'no Qodirjonova edilar. U kishi asli vokal sinfini bitirganlar, lekin Mukarrama Turg'unboyevani Bahor ansamblida eng kichik raqqosa qizlaridan biri bo'lib bo'lgan. Ijro ansambllarda raqsga tushib yurganlar. Studiya bo'lardi. U vaqtlar studiyaga qatnab, studiyada raqs tugaragiga qatnashib yurgan bo'lganlar va o'sha asnosida Jizzax viloyatida xoreografiya yo'nalishiga asos soldilar va bizni hammamizni yig'dilar. Mana hozir biz raqsni kunini ustozimizga rahmat deymiz. Mana nishonlab o'tiribmiz mana shu yerda. Juda ham yaxshi. Endi har holda o'sha paytlarda bitta narsani aytib o'taman, raqs ustozi bitta edi. Hozir mana Yangilisha opa bor, Ummida bor, siz bor, Gulbahor bor va yana bir qancha ustozlar borda, ular o'sha raqsni yo'nalishlarda mana hozir qiyinchi raqs kim saqlanashtirgan hozir? Yangilisha opa siz. Ko'p tashrif buyurgansizlar, masalan bizni tongi dasturlarimizga ham kelgansizlar, o'sha hindcha raqs yana qancha, gruzincha raqs bor edi. Ozarbayjoncha, Turkmancha raqslarimiz bor. turkmancha bor. Eng oson harakatda tez oladigan raqs qaysi biri o'zi? Qaysi bir millat raqsi oson deb o'ylaysizlar? Tez o'rgansa bo'ladi. Hammasini mushkul tomonlari bor, qiyin tomonlari bor. Oson deb bo'lmaydi. Baribir mehnat. albatta. Salomat bo'linglar. Xo'sh, endi bizda dasturiy odatimizga ko'ra bizda qiziqarli bir shartimiz bor. Bu shartimizda bilimni yana bir bor sinab ko'ramiz. O'zbek milliy maqollari yashiringan ekranda suratlar bo'ladi. O'shani birgalikda topishimiz kerak. Boya sizlarga namuna sifatida ko'rsatib berdim. Endi davomlari balkim qiyin bo'lishi mumkin. Demak, ayni paytda biz e'tiborimizni ekranga qaratamizda birgalikda maqollarni topamiz. Xo'sh, nima bo'lishi mumkin? Hozir bilib olamiz. Marhamat. Hamma ishtirok etadi shu yerda. Mikrofonni qo'llariga olib, nima deyapti bu yerda? Yomon qovunni urug'i ko'p bo'ladi. Yana? Qovundan rang oladi. Yana? Shirin qavmda deydi. Salomat bo'ling. Birinchi nima dedingiz Gulbahor? Yomon qovunni urug'i ko'p. Ya'ni bemaza qovun. qovun. Juda ham to'g'ri. Ikkinchisi, Oltin olma duo ol. yana Oltin olma duo ol. oltin olma duo Turmushda ol. oltin rangdagi olma bu. Duo Yashilmas, qizilmas, oltin rangdagi olma. Yashang. Davomi ham bormi? Aferin. Davomi bor. To'g'ri aytdingiz. Oltin olma duo ol. Oltindan qimmat. Olma pish og'zimga Yo'q, yo'q, yo'q. Duo oltindan qimmat. Duo oltin emasmi? Ha, duo oltin emas. Juda ham yaxshi. Keyingisi mushuk. Oftob ana nima mushuk oftobga chiqmaydi. Tekinga oftobga chiqmaydi. Endi buni o'zimizga moslashtirganimizda tekinga deb turib, aslida quruqqa deydi. Yana nima bor edi? To'g'ri aytyapmiz. Lekin o'zimizga moslashtirib olganimizda o'zi aslida sal boshqacha aytiladi bu. Adabiy yozilish. To'g'ri aytdingiz. Tekinga mushuk oftobga chiqmaydi. Xo'p, chiqmas. Aslida nima deyiladi? Bekorga mushuk oftobga chiqmas. To'ppa-to'g'ri. Keyingisi marhamat. Juda ham oson. otga 10 otga 1000 otga bir qamchi kam. Ot o'rnini toy bosar. Maqol orqa tomondan keldingiz hozir. Yo'q, qamchi turibdi, otlar turibdi. Xo'sh, xo'sh. Yaxshi otga bir qamchi, yomon otga 1000 qamchi. Yashang, to'ppa-to'g'ri. Ana endi to'g'ri aytildi. Keyingisi marhamat. Xo'sh. O'ychi. Yo'q, unaqa emas. Xo'p, o'ychi o'ychini bo'lsa, tarozi nima qilyapti bu yerda?
tavakkal ishini bitiradi. Tavakkalchi ishini bitiryapti. Savdo sotiq, xarid. Har yerni qilma orzu, har yerda bor tosh tarozi. Har yerda qilma orzu, har yerda bor Tosh tosh tarozi. tarozi. To'ppa-to'p. Bu orzu qilyapti, xayol qilyapti bu. Juda ham yaxshi. Keyingisi marhamat. Uzumini yeyib, bog'ini so'ra. surishtirma. Uzumini yeb, bog'ini surishtirma. Juda ham yaxshi. Yana bor, marhamat. Qozonga yursang qorasi yuqar. Yomonga yursang balosi yuqar. Aha. Qozon Qozonga Yaqinlashsang qorasi qorasi yuqar. yuqadi. yomonga davomi ham bormi? Yo'q, bo'lmaydi. yomonga yaqinlashsang balosi yuqar. Ana, yashang, salomat Davomini bo'l. toping. Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi, Yomonga yaqin yursang balosi yuqar. balosi yuqadi. Juda ham yaxshi. Yana bitta bor adashmasam, olmalar. Olmani tagiga olma tushadi. Yana olma Olma olmadan rang oladi. yosh. Yana qovun yana qanaqa taxminlar bor? qovundan rang olamidi? Olmadan rang oladimi? Qovundan rang oladimi? Shuni aniq qovundan aytib rang qo'ying. Qovundan rang oladi, olmadan rang olmasdi lekin. Unaqa maqol yo'q, ha? Bu qayerdan keldi unda? Salom. Olmadan rangi har xil. Ko'pchilik mana men radioda boshlovchilik qilgan paytlarimda ham o'sha muxlislar aytishar ekanda, Sherali aka o'zidan to'p savol aytadi deb o'ylashar ekan. Lekin men o'zimni o'zim Olma savol olmadan to'qiy Yo'q, olmayman. bu olmada suvni anaqa Olmadan rang. bu yerda quruq olma, bu yerda suvlari bor. Lekin aslida Gulbahor birinchi to'g'ri aytdi. Nima dedingiz? Olmadan rang Rang oladi. oladi. Olmadan rang olar oladi. degan maqol edi. Salomat bo'ling. Qarsida bo'lsin. Bu taraf ikki ham anchagina dadil chiqib qo'yishdi. Bugun aktivda Eshman va Gulbahor. Salomat bo'ling, katta rahmat deymiz va biz dasturimizda davom etamizda. Shu o'rinda yana bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Xo'sh, kelgusi rejalarimiz qanday bo'lyapti hozirgi kunda? Mana bu yil to'g'ri o'quv darsliklar yakunlanib borayotgan bo'lishi mumkindir. Lekin yil davomida o'sha 2026-2027 o'quv yilida aynan ko'plab ko'rik tanlovlar san'at bo'yicha ko'p bo'ladi. Chunki biz o'qiganda ham bor edi, to'g'rimi? Qanaqa raqslarni ko'proq rivojlantirishimiz kerak bu borada? Qanday rejalar ketyapti? Marhamat eshitamiz. Yana nima qo'shishimiz kerak o'zbek raqsida, Jizzax raqsida yana nima yetishmayapti? Bizda men o'ylaymanki, raqs bo'yicha dars beramiz. Fanlari bor, 7-8 ta fanlar bo'yicha dars beramiz. Biz shuni men o'ylayman, mutaxassislar unutmasligimiz kerak. Hamma hududni o'zini boyagi ijodi borda, mahalliy tomondan o'shanda Jizzaximizda ham boyagi xorazmliklarda boyagi qaltirash o'yinlari, boshqa Surxon tomonlarda o'zlarini chaqqon, oqsatma harakatlari bor. Bizda ham shu Jizzaxni bizda ustozimiz bor edi, institutda dars bergan Akbar Mo'minov aytganda, Jizzaxda sen bilasanmi, Jizzaxda qanaqa o'sha harakati bor, o'zini mahalliy harakati. Buxoroning maktabi yo'q bor. deganman. Xorazmning maktabi bor. Farg'ona Toshkent yo'nalshi. 2020 Rosa biz Jizzaxda bormi? Ular bitta Ikkita yangi maktab, yana bitta maktab qo'shildi. Qoraqalpoq raqs maktabini yoniga Surxon raqs maktabi qo'shildi. Hozirda mana biz ham ijodkorlar shuni ustida bosh qotiryapmiz. Aytganlaridek Akbar Mo'minovdan meros bir ikkita uchta kelib bizga ishlagan vaqtlari, harakatlari qolgan. Qodir Mo'minovni, cho'pon raqsi Akbar Mo'minovniki. mana shu raqs harakatlari bizning Jizzax hududlarimizda ham, urf-odat, folklorlarimizda ham ancha harakatlarimiz bor. Mana shu harakatlardan hozirda biz ijod qilyapmiz. Xudo xohlasa 27-yilga biz ham Jizzax raqs maktabini harakatlarini bir maktabga qo'shamiz. Meni hozir fikrim oxirigacha yetmay qoldi. Marhamat. O'sha Akbar Mo'minov aytganlarki, o'sha Jizzax hududida deyapti, o'sha shunday harakat borki deyapti. Ayniqsa o'g'il bolalarda, yigitlarda deyapti, o'sha tirnog'ini uchidan deyapti, sochini tolasigacha qaltirash harakati bor dedi-da, o'sha to'y marosimlarda yoki sahnalarda ijro qilganda kuyov navkarlarda bizda shunday. Bu ham raqs turimi bu? O'shaning uchun to'y tomosha boshqa joylarda men e'tibor beraman. O'sha to'ylarda bolalar shunday harakat qiladi, qaltiragani u lazgilar qolib ketadi aniqda. Bizda o'sha Jizzaxliklar shunday harakat bor ekan haqiqatan ham. O'sha narsani men o'ylayman, yuzaga chiqarishimiz kerak, to'g'rimi? Yo, uni endi ko'pchilik masalan Samarqand tomonlaridan kirib kelgan deyishadi. Shu endi targ'ib bo'lyapti va shu narsa yoshlar orasida qiziqarli ketyapti. Lekin aslida u G'allarol hududlarida
paydo bo'lgan lekin harakatlar ustoz o'sha Jizzax G'alla deb oroldan aytganda, Urgutga qarab siljigan Yo'q, harakatlar. mana hurmatli teletomoshabinlar, mana shu yerda aniqlik kiritib olamiz. Mana to'y hashamlarda mana siz ko'radigan kuyov navkarlarni bir qaltirab raqsga tushadigan joylari bor. Bor. Uni ko'pchilik uni Hududlarda tanqid yo'q. qiladi. Bu qarang, bu urf odat o'sha davomiy etib kelayotgan raqslardan biri ekan bu. Shunday. Mana men hozir bilyapman bu ma'lumotni. yana bir Gap Jizzaxni yana bitta Jizzaga harakati olib bor. chiqishimiz O'zim kerak ko'rganman, bu narsani. anaqa o'g'il bolalar ijro etganini tizzada o'ynaydi. Bu ham bor. Tizza raqsi bor. U Jizzax hududiga qarashli harakatda tizzada o'ynaydi. Farg'ona yo'nalishida Surxondaryo yo'q u yerlarda. Jizzax Yo'q. yigitlari yo'nalishida. Bo'ldi, sizlar ham bitta Yaxti maktab Jizzax yaratinglar degan endi. shu Jizzax raqslari haqida bor. to'g'ri aytdingiz. O'sha narsalarni, harakatlarni topib, mana bular bitta, men bitta aytdik-ku, o'sha narsalarni yuzaga chiqarsak bo'ladi lekin. Qoyil gap bo'lsin. Bu haqda keyin suhbatlashamiz. Lekin raqsda boya turlarini aytdik-ku, aytib o'tganda doira bilan birinchi bo'lib endi bilsalaringiz kerak, qaysi nechinchi yillar yoki doirani bilan raqsni ijro etish kimning g'oyasi? Shuni bilasizlarmi? Olim Komilov. Usta Olim Komilov. Usta Olim Komilov Usta Olim 20-yildan Komilov. ijodni boshlagan domla. Usta Olim Komilov dayrachi doira san'atini mukammal egallagan ustoz bo'lgani bilan raqs san'atiga asos solgan odam ana shu kishi bo'ladi. Bizda bormi shunaqa raqs? Albatta. Albatta bor. Bizda unday Nomini raqslar aytinglar, bor. qanaqa bo'ladi u? Pilla raqsi bor, misol uchun doira jo'rligida ijro etiladi yoki raqqosa degan raqsimiz bor. Shodiyona raqsimiz bor. Shodiyona raqsimiz degan bor. raqslarimiz bor. Ularda doirachi bilan birgalikda katta o'yin bor. Birgalikda Sho'x ijro qiz raqsi etadi. bor. Misol uchun olib qaraydigan bo'lsak, pilla raqsini olib qaraydigan bo'lsak, pilla raqsi o'sha London sahnalarida ijro etilgan payti Usta Olim Komilov bilan birga Tamara xonim birga borib ijro etgan payti Usta Olim Komilovni chalganini ko'rib, o'sha qirolicha Yelizaveta qirolichasi uni qo'lini hayron qolgan. Ularda orkestrni, butun bir orkestrni bitta doirachini o'zi chalib lol qoldirganda, orkestrni o'rnini bosib chalganda, shuning uchun ham ularni qo'llaridan London muzeyiga nima deydi, oladi-ku, Pechet. bostirib. Aha, esdalik. Qo'llarini gipsga, chap qo'llarini gipsga olib qilib o'sha London san'at muzeyida saqlanadi. Gap bo'lishi Va mumkin. oltin medal bilan taqdirlashgan o'sha paytda. Salomat bo'ling. Demak, bizda bor shunaqa raqs. Sharq gavhari bor. Pilla. Pilla Sharq raqsi. Sharq gavhari unvonini Tamara xonimga berishgan. Gap bo'lishi mumkin. Pilla raqsi-ya? Hozir uni bizni ixtisoslashtirilgan san'at maktabidan Hamidulloy va Mehribon bilan jajji shogirdimiz ham bor, Orifiy Bahor. Raqsi bitta bir xil bo'ladimi? Ha, ular katta yoshda ustoz shogirdday raqsga ijro etishadi. Undan tashqari doira jo'rligida biz Jizzax ixtisoslashtirilgan san'at maktabida doiradan dars beradigan o'qituvchimiz bor. Vatan iftixori ko'krak nishoni sohibi Ergashev Sherzod bilan hamda ularning shogirdi o'quvchimiz Asilbek birgalikda ijro etishadi. Sherzod Ergashev bundan oldingi chorshanbada, mana o'tgan chorshanbada qahramon bo'lgandilar. Bugun ishtirokchi. Sherzod Ergashev shogirdlari va raqs yo'nalishi bo'yicha pilla raqsini birgalikda tomosha qilamiz. Jonli ijroda, marhamat. Juda ham ajoyib raqs.
Rahmat. Salomat bo'linglar. Ajoyib raqs uchun biz eng avvalo sahnalashtirgan ustozlarga katta rahmat. Salomat bo'linglar. Hozir ikkita o'quvchi, yoshi kattaroq va kichkinaroq qanday bir xil bajarishdi? Mana endi siz boya bergan savolingizga mana javob bo'ldi. Yakka raqsda ijro qiyinroqmi yoki ommaviy raqs qiyinroq? Yo'q, endi masalan ikkalasi tengdosh bo'lganda ham mayli. Buni kichkina qizchaga harakat lekin bir qobiliyat, mahorat. Yakka raqsda mahorat, qobiliyat ko'proq kerak bo'lsa, juftlik raqslarda yoki ommaviy raqslarda sinxron harakatlar mehnatni juda talab qiladi. Bu raqsda aynan mana shu yoshlarni tanlab turib, yoshi har xilligini tanlab turib sahnalashtirish bizda bo'lganmi yo boshqa joylarda ham bo'lganmi? Bu faqat bizda. Hozircha o'zi xayolimizga keldi. Ustoz shogird qilib birinchi bo'lib o'zim ijro etib ko'rdim. Bu qizchamiz Bahor ancha yil oldin 6 yoshdan boshlab raqsga qiziqib, ota-onasi olib kelgan va undagi iste'dodini ko'rib, yillar davomida ancha o'sib bordi. Hozir 2-sinfda o'qiydi. Yillar davomida ancha o'sganini ko'rib, sinab ko'rishga qani katta ustoz bilan shogird qanaqa chiqar ekan deb sinab ko'rdik, lekin bu juda ham omadli chiqdi va bizga ko'plab olqishlar olib keldi. Juda ham yaxshi, salomat bo'ling va albatta hali oxirida bitta savol ham beraman-da. Endi buni tanqid deb qabul qilmaysiz, menimcha to'g'ri ma'noda qabul qilasizlar. Albatta, nimaga bizda o'g'il bolalar raqsi kam? Bizda nuqtalar. Avvalgi yillarda yigitlar bor edi. Albatta. Qizlarni raqsiga ko'proq mehr beryapmiz shekilli-da. Mana masalan Andijon polkasi aslida bu raqs sahnalashtiriladigan qizlar emas, o'g'il bolalar tomonidan sahnalashtirilgan, to'g'rimi? Albatta, mana hududiy raqslar deb ta'kidlab o'tdik. Xorazmda, Qoraqalpoqlarda, Andijonda ko'proq yigitlar ijrosi bilan ijro etiladigan raqslar asosan. Shuning uchun o'sha viloyatlarimizda yigitlarning raqslari ko'proq bo'ladi. Bizda asosan qizlar. Hamma biladi buni, raqs san'ati juda sekin-sekin insonlar qalbida qiziqishi, dunyo qarashi mana Allohga shukr hozirgi kunda endi ko'paydi. Dunyo qarash tushunchasi ota-onalarga nisbatan, yosh qizlarimizga, o'quvchilarimizga nisbatan endi oshib kelyapti. Biz hozir shukr qilamizki, shu qiz bola shogirdlar, o'quvchilarimiz shu viloyatimizda qizlar hech bo'lmaganda qiziqib raqsga qadam qo'yayotganligi uchun shukr. O'g'il bolalarimiz kamroq, albatta kamroq. Qarang, qiziqadiganlar kam. Albatta, menimcha tumanlardan ham olis hududlarda mana san'atga qiziqayotganlar orasida balkim ularda ham o'sha qizlar, o'g'il bolalar raqsga qiziquvchilar bo'lsa kerak, menimcha targ'ibni yana ham targ'ib qilishga boryapmiz. Albatta tumanlarga ko'proq shu biz o'qituvchilar targ'ib qilishga, raqs sohasiga yo'naltirishga va albatta men o'zim ta'kidladim o'quvchilarga, mana shu umumta'lim maktablariga bordik targ'ib qilish uchun. Hozirgi kunda, hozirgi paytda hamma ota-onalar farzandiga faqat ilm, bunaqa darslik ingliz tili, matematika, rus tili faqat fanlarga qaratdi e'tiborini ko'proq. Keyin men ta'kidlab o'tdimki, san'atga ham ozgina nazar solinglar. Faqat mana shu ijtimoiy tarmoq bilan chegaralanib qolmanglar. Albatta ilm ham kerak, fanlar. Mana qo'shimcha qilaman gapingizga. Raqs nafaqat san'at, balki jismoniy faoliyat ham. Jismoniy faoliyat. Jismoniy mashqda endi bu. Bu tanani chiniqtiradi. Muvozanat, muvofiqlikni rivojlantiradi. Albatta. San'at shunaqa narsa, shuning uchun to'g'ri tushunish kerak. Endi bitta narsa, so'zni mana shu yerda bo'lmasak bo'lmaydi, sababi 20-50 soat millari va yana bir shartimiz bor, bu blitz savollarim bor. Endi blitz savollarda ko'proq qaysi gap savolning javobi to'g'rimi, noto'g'rimi aytib ketilishi kerak. Yo'q, men shunchaki buni muhokama sifatida, ya'ni o'zlaringizga qo'yib beraman. Yangiyosh opa, sizga birinchi savol bermoqchiman. Nimaga bu savolni qo'yaman va shunga siz izohni siz keltirib o'tasiz. Birinchi savol sizga. Raqsni ustoz sifatida necha yoshdan o'rganishni tavsiya qilasiz? Rahmat, yaxshi savol berdingiz. Raqsni qisqagina aytib ketavering. Raqsni men o'ylayman, o'sha bola tatay boshlangandan, oyoqqa turib boshlagandan, o'sha musiqani eshitsa bola
qandaydir o'zicha tebranib boshlaydi, boshqa qandaydir birov o'rgatmaydi, ularga Demak, o'rgatish o'sha qobiliyati yo'q hali. chaqaloqlikdan ohang kirib Chaqaloqlikdan o'rgatish kerak. o'rgatsak bo'ladi. Chunki musiqani qo'yib, keyin o'zini tanib boshlagandan, onasini tanib boshlagandan deylik, o'shanda o'sha harakatga kelib boshlaydi, tebranadi har xil masalan. Tushunarli, rahmat sizga. Qo'llarida harakat boshlanadi, oyoqlarida. Ikkinchi savolim Umid aka. Birinchi darsda, birinchi mana o'quvchi keldi. Darsda o'quvchilar qo'rqadimi sizdan yoki siz qo'rqasizmi? Men qo'rqsam kerak. Nimadan qo'rqasiz? Hojidan ko'proq. Chunki o'quvchidan ko'ra o'qituvchida mas'uliyat kuchliroq bo'lib turadi. Mas'uliyat kuchli bo'lgani tufayli shu hayajon bosadi, Endi qanaqa o'quvchi- qabul qiladi O'quvchi sizdan nimaga qo'rqadi bilasizmi? Ha. Vajohat bo'lishi mumkin. Yo'q, vajohatli Endi mana ustoz katta-katta deb tadbirlarda bilmayman ko'rganman. o'zimni. Vajohatli ustozsiz deb hech qayta eshitmadim. Rahmat. Demak, siz qo'rqasiz birinchi bo'lib. Albatta. Juda ham Hayajon. yaxshi. Dilnozaxon, endi sizga savol berib o'tmoqchiman. O'quvchilaringiz sizdan ko'proq charchaydimi yoki siz ulardan ko'proq charchaysizmi? O'quvchilarga ham jismonan, ham so'zlab o'rgatganimdan keyin o'zingiz nima deb o'ylaysiz, kim ko'proq charchaydi? Ular eshitib harakat qilib charchaydimi? Men gapirib o'rgatib charchayman. Lekin o'rgana olmasa ular ham charchaydi lekin. To'g'rimi? Endi Gulbahor, sizga navbat savolga yetib keldi. Raqsda eng qiyin narsa harakatni yodlashmi yoki tabassumni saqlashmi? Albatta, juda yaxshi savol berdingiz. Albatta biz ustozlarda o'sha raqs postanovka qilganimizda, raqs saqlanishtirganimizda harakatlar o'z yo'liga, harakatlarni juda yaxshi ijro etishadi, lekin tabassum qildi biz esimiz ketadi. Raqs chiqmasa ham lekin tabassumni unutish kerak emas. Ha, Harakatlar bu chunki mas'uliyat. tomoshabinni albatta Ular birinchi uchun o'rinda jalb qiluvchi. tabassum bilan jalb qiladi. Raqqosa. Keyingi savolim sizga bo'ladi. Qaysi musiqa sizda eshitilsa, hatto o'tirgan joyingizdan ham raqs boshlanib ketadi? Qaysi musiqaga? O'zimga yoqqan musiqa bo'lsa kerak. Qanaqa yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar? Qanaqa yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar, agar musiqa menga yoqsa, O'tirgan joyingizdan o'ynab o'ynab ketaveradi. ketaman. Hayolimda ham o'ynab ketaman. Uyda ham bo'ladi bunday holatlar? Uyda ham bo'ladi. Doimiy Xo'sh. holatimiz. Sizga savol, Yangish opa yana. Raqs inson hayotini qanday o'zgartiradi? Bu savolni menga berishingiz kerak edi. Raqs inson hayotini yaxshi tomonga, go'zallikka o'zgartiradi. Faqat yaxshi tomonlama hayotini o'zgartiradi. Faqat endi ustozga ham bog'liq deb o'ylayman. Uni o'rgatishga, targ'ib qilishga bog'liq. Juda ham yaxshi. Dilnoza, tayyormisiz? Umida, tayyormisiz? O'quvchilaringizni raqs bo'yicha eng ko'p savoli nima? Sizni joningizgacha tegib ketadigan savol nima? Mayli, siz ham aytaveringlar. Bu harakatni qanday bajaramiz ustoz? Eng ko'p savol. Eng ko'p savol shu. Endi sizga savol, Dilnoza. Eng esda qolarli chiqishingiz qaysi bo'lgan? Eng esda qolarli chiqishim Chiqishingiz raqs bo'yicha. O'zingizga ham yoqqan, tomoshabinlarga ham yoqqan. 2018-yil ikkinchi bor Lazgi festivali o'tkazilganda biz ixtisoslashtirilgan san'at maktabi jamoasi bilan borganimizda aynan doirachilarimiz o'zimizni mahalliy joziba kuyiga raqs ijro etishgani. Juda ham yaxshi. Gulbahor, sizga savol. Raqsdagi eng katta qiyinchilik nima? Raqsdagi eng katta qiyinchilik albatta uni sahnalashtirishni, shu masalan tanlangan qo'shiqqa yokida kuyga shunga mos ravishda chiroyli harakatlar qo'yib va chizmalarni chiroyli qilib shu yaratilgan raqsi. Juda ham yaxshi. Demak, oxirgi savolim sizga, siz uchun raqs ishmi yoki har kuni bayram? Bu yuqorida ham aytdim. Agar o'zini kasbini sevib bajarsa, har kuni bayram. Raqs. Ha. Agar sevib bajarsak, sevib bajaramiz. Juda ham yaxshi. Salomat bo'ling. Men ishtirokchilarning hammalariga katta rahmat. O'sha blitz savollarni berib bo'ldim. Barchalaringizga mustahkam sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Endi o'g'il bolalar raqsida ozgina yetishmagandan keyin qizlarimiz o'g'il bolalardek raqslarni ijro etib berishadi. Men yuqorida ataylab o'sha maktab yaratilgan, Andijon polkasi, Xorazm lazgisi, Buxorocha raqslari, bu borada menimcha bor, raqsimiz tayyorlangan. Shu jumladan men hurmatli teletomoshabinlarimizga katta rahmat demoqchiman va aziz yurtdoshlar, ayni paytda soatimiz millari 20:56.
oqshomda dasturimiz o'z nihoyasiga yetib boryapti. Eslatib o'taman, bugun ixtisoslashtirilgan san'at maktabi xalq raqsi yo'nalishi o'qituvchilari Yanglish Qurbonova, Gulbahor Eshmanova, Dilnoza Normurodova, Mahruza Puharova, qolaversa Jizzax shahar Ikkinson bolalar musiqa va san'at maktabi raqs yo'nalishi o'qituvchisi Umidaxon Ne'matovalar bugun studiyamizni mehmoni bo'ldi. Shogirdlarga ham katta rahmat va dasturimiz oxirida qanaqa raqs? Andijon polkasimi? Andijon polkasi bilan yakunlaymiz. Juda ham yaxshi. Hammaga katta rahmat. Hammalaringizga mustahkam sog'lik, salomatlik tilaymiz. Bizni tomosha qilib boring hamisha va shanba oqshomda dasturda ham bundan ham zo'r qiziqarli suhbatlar bo'lishi mumkin. Biz xayrlashar ekanmiz. Oqshom yana bir bor xayrli bo'lsin deymiz. Dasturimizni Andijon polkasi raqsi bilan yakunlaymiz. Marhamat. Bugun oqshom